94. savol. Assalomu alaykum hurmatli ustoz. Men Kuvayt turib qatlam hisobiga 2 yil oldida kumushga 50 ming lira mablag' solib, har oy pul ayirib beradiganlik to'g'risida maslahat so'ragan va buning jazoni ekanligini deb berdilar. Hamdagi savolim, biz 2 yil shu oyda kelgan 430 dan 520 lira orliqdagi pulni xajlab keldik. Hamda jazoni ekanligini bilgandan boshlab buningdan voz kechsaklar yetarli bo'lamdi yoki 2 yil jarayonida olgan pulni birer yerga yana qilamdik. Sadi u xajlab bo'lgan pulni qanday bir taraf qilamiz? Bu to'g'risida tafsiliy tushunch bergan bo'lsizlar. Alloh rozi bo'lsin. Javob: Va alaykum assalom. Jazoni yeyish cho'ng gunohlar qatoridan bo'lg'achqa, bu qilmishga pushaymon qilib tavb qilishingiz intayin zarur va go'zal ish. Alloh qabul qilsin va oilangizga barakat ato qilsin. O'simlar boshqalarning haqqi bo'lg'achqa va u pulning haqiqiy egisini biz bilmaydigan bo'lg'achqa, qo'lingizda bor o'simni faqir miskinlarga berib o'tib qutulishingiz kerak. Bu sadiqa emas, balki harom moldan qutulish bo'ladi. Shundaqla siz burun elib qaylayotgan o'simlarni qanchalik bo'lsa, shunchalik pulni faqir miskinlarga berasiz. Miqdorini aniq aslayolmasangiz, ko'ngil xotirjam bo'lg'idek miqdorda taxmin qilib hisoblab beraversangiz bo'ladi. Imom Qurtubiy qatorliq olimlarimiz shunday ko'rsatgandir.